Ko'rinishdan tinch turgan ulkan koinotda kutilmaganda nimadir ro'y berdi. NASA va ESA olimlari Hubble teleskopi yordamida 2016-2019 yillar oralig'ida koinotda g'alati bir chaqnashni bir necha marta tasvirga olishgan edi. Lekin bu xabarlar negadir ancha vaqt sir saqlandi. Va nihoyat 2022 yilning 30-martiga kelib bu hodisa rasmiy tarzda e'lon qilindi. Qiziq. Bu nima edi? Tasavvur qiling, siz tungi osmonga qaraysiz va birdan bir savol miyangizda uyg'onadi. Agar koinot bizdan nimadir ataylab yashirayotgan bo'lsa, agarda milliardlab yillar davomida biz ko'ra olmagan bir yolg'iz obyekt hozirda o'zini fosh qilgan bo'lsa, lekin hali ham biz uning butun haqiqatini bilmasak-chi? Chunki ba'zi sirlar shunchaki aytilmaydi. Ular bosqichma-bosqich ochiladi va insonni ich-ichidan titratib, savollar bilan yolg'iz qoldiradi. Bugun gap aynan shunday sir haqida ketmoqda. Salom, bu YouTube kanali va biz boshladik. Dastlab u faqat ma'lumotlar ichida yashiringan edi. Hech kim unga alohida e'tibor bermadi. Faqat raqamlar, grafiklar, yorug'lik intensivligi va shovqin orasida yo'qolib ketgandek tuyulardi. Lekin keyin olimlardan biri to'xtab qoldi va shunday dedi: "Bu narsa odatiy emas." Va aynan shu jumla tarixni o'zgartirdi. Chunki u paytda buni hech kim sezmagan. Aslida insoniyat koinot tarixidagi eng uzoq masofadan ko'rilgan bu sirli obyekt bilan yuzma-yuz kelganini bilmasdi. Gap shundaki, Glimpse deb nomlangan ilmiy dastur doirasida galaktikalar to'plami AS1063 kuzatilayotgan edi. Bu oddiy kuzatuv emasdi. Bu o'ta chuqur kuzatuv bo'lib, olimlar galaktikalar ortidagi yanada uzoq obyektlarni aniqlashga harakat qilayotgandi. Aynan shu joyda olimlar bu hodisaga duch keldi. Koinotda yozilmagan bir qoida bor. Milliardlab yorug'lik yili uzoqlikdagi yakka yulduzni ko'rish mumkin emas. Chunki u juda xira, juda kichik va uning nuri yo'lda yo'qolib ketadi. Shuning uchun astronomlar uzoq masofalarda faqat galaktikalarni ko'rishga o'rganib qolgan. Ammo bu safar barchasi boshqacha bo'ldi. Yorug'lik kutilmaganda juda kuchli bo'lib chiqdi. Hisob-kitoblar ko'rsatishicha, bu narsa bir necha barobar emas, balki o'nlab, ehtimol yuzlab marta kuchli edi. Va shu payt olimlar bir eski g'oyani eslashdi. 1936-yilda Albert Einstein Science jurnalida shunday yozgan edi: Agar uzoqdagi yulduz bilan kuzatuvchi orasida katta massa joylashsa, u linza kabi ishlaydi va yorug'likni egadi. Einstein buni nazariy jihatdan aytgan. Hatto o'zi ham bu effektni amalda ko'rish qiyin bo'lishini ta'kidlagan. Lekin oradan deyarli bir asr o'tdi va aynan shu nazariya bu sirli obyektni ochishga kalit bo'ldi. Bu galaktikalar to'plami ulkan massa hisobiga fazo vaqtni egib, orqadagi manbadan kelayotgan yorug'likni kuchaytirgan edi. Bu jarayon gravitatsion linzalash deb ataladi va u koinotdagi eng tabiiy, eng ulkan optik asbob hisoblanadi. Shunday qilib, olimlar aslida ko'rmasligi kerak bo'lgan narsani ko'rib qo'yishdi. Lekin hali ham savol ochiq edi. Bu nima? Galaktikami? Yulduzlar to'dasi yoki boshqa narsa? Ma'lumotlar sovuqqonlik bilan tekshirildi. Fotometrik tahlillar qilindi. Ranglar, yorug'lik tebranishlari, spektrga yaqin xususiyatlar o'rganildi va natija yanada vahimali bo'ldi. Chunki hamma belgilar bitta narsani ko'rsatayotgan edi. Bu obyekt galaktika emas. U juda ixcham, yorug'lik profili yoyilmagan va eng muhimi, u vaqt o'tishi bilan linzalashga xos tarzda o'zgarib turardi. NASA astrofiziki Jason Calleray shunga o'xshash holatlar haqida shunday degan edi: Agar siz galaktikani ko'rsangiz, uning nuri keng hududda tarqaladi. Ammo yakka yulduz linza orqali chaqnaydi, xuddi qorong'ulikda birdan yonib o'chgan chiroqdek. Aynan shu chaqnash olimlarni to'xtatib qo'ydi. Lekin sir hali ham to'liq ochilmadi, chunki keyingi qadam yanada chuqurroq edi. Harorat taxmin qilindi, hisob-kitoblar shuni ko'rsatdiki, obyektning harorati taxminan 6500 Kelvin atrofida.
Bu raqam oddiy emas. Chunki bu quyoshdan issiqroq, lekin ko'k gigantlar darajasida emas. Bu sariq rangga yaqin va bu rang yulduz evolyutsiyasida juda muhim bosqichni anglatadi. Cambridge universiteti olimi Hugh Harris shunday degan edi: sariq supergigantlar o'z umrining beqaror bosqichida bo'ladi. Ular yulduz evolyutsiyasining qisqa, ammo nihoyatda yorqin davridir. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, biz nafaqat juda uzoqdagi yulduzni ko'ryapmiz, balki juda kam uchraydigan qisqa umrli yulduz bosqichini ham kuzatyapmiz. Bu esa ehtimoliy jihatdan deyarli imkonsizdek tuyuladi. Va aynan shu joyda vaziyat yanada murakkablashadi. Chunki agar bu sariq supergigant bo'lsa, demak u tug'ilgan paytda koinot bugungidan ancha yosh bo'lgan. Og'ir elementlar kamroq bo'lgan va yulduzlar boshqacha sharoitda shakllangan. Obyektning rasmiy belgisi WHL0137LS. Uning nomi Earendel deb nomlangan. Bu yulduz yoki yulduzlar tizimi deb qaraladigan obyekt taxminan 13 milliard yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Uning nuri taxminan 900 million yil oldin katta portlashdan keyin uzatilgan. Shuning uchun biz uni tarixning juda erta bosqichida, kosmosning hali yoshligida kuzatamiz. Princeton universiteti astrofizigi Adam Riess bir intervyusida shunday degan edi: uzoqdagi yulduzlarni ko'rish bu faqat yorug'lik masalasi emas. Bu vaqt mashinasidir. Chunki u yulduzdan chiqqan nur milliardlab yillar davomida yo'l bosib, bugun bizning ko'zimizga yetib kelgan. Va bu degani biz o'tmishga qarayapmiz. Insoniyat hech qachon bu qadar aniq tarzda bitta yulduz orqali o'tmishga qaramagan. Ilgari galaktikalar orqali qaragan, endi esa yakka yulduz orqali. Chunki galaktika bu o'rtacha qiymat, yulduz esa individual taqdir, tarix, fizik jarayon. Olimlar shuni ham ta'kidlashadiki, agar bu yulduz haqiqatdan sariq supergigant bo'lsa, u kelajakda supernova portlashiga olib kelishi mumkin bo'lgan evolyutsion yo'lda bo'lgan. Yevropa Janubiy observatoriyasi olimi Norbert Langer shunday degan edi: supergigant yulduzlar koinotdagi og'ir elementlarning asosiy manbai hisoblanadi. Bu esa yana bir eshikni ochadi. Chunki biz hozir ko'rayotgan yulduzlar, sayyoralar, hatto tanamizdagi atomlar ham o'tmishdagi shunday yulduzlar portlashidan kelib chiqqan. Demak, bu uzoqdagi yakka yulduz faqat kosmik obyekt emas, u bizning kelib chiqishimiz bilan bog'liq bo'lgan jarayonning bir bo'lagi. Bu obyekt insoniyat tarixida kuzatilgan eng uzoq masofadagi yakka yulduzlardan biri bo'lishi mumkin. U faqat gravitatsion linzalash tufayli ko'rindi. Aks holda u abadiy qorong'ulikda qolardi. Bu kashfiyot shuni ko'rsatdiki, koinot hali ham bizdan ko'p narsani yashirgan, lekin u to'g'ri vaqtda, to'g'ri savol berganlarga o'z sirlarini ochadi. Chunki bu hikoya faqat astronomlar uchun emas, bu har bir inson uchun. Agar siz ham o'zingizni ojiz, juda kichik yoki ahamiyatsizman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, esda tuting. Ba'zan butun hayotingizni o'zgartiradigan narsa bitta linza, bitta imkoniyat va bitta qarash burchagi bo'lishi mumkin. Bu yulduz milliardlab yillar davomida qorong'ulikda edi, lekin u o'z nurini yo'qotmadi va aynan shu nur uni tarixga olib chiqdi. Siz ham shunday qiling. Sharoitlar og'ir bo'lsa ham, masofa uzoq bo'lsa ham, o'z nuringizni saqlab qoling. Ko'rishguncha salomat bo'ling.